Sizlardan kuzda anaqa aminoasid suspenziyalarini olib ketuvdim. Piyozga 2 gektarli olib ketgandim. 1 gektar o'zimga, 1 gektar sherigimga edi. Bu yil ob-havo har xil tempda keldi-yu, mana misol uchun Toshkent viloyatiga ekkan bo'lsak, ko'pchilikda piyoz dudkalab gullab ketdi, lekin o'sha man bilan sherigimni piyozi dudkalamadi. Biz urug'danmi desak, lekin urug'imiz 2 xil edi. Maniki boshqacha sort edi, sherigimniki ham boshqacha sort edi. Dudkalagan 1% dudkalagan. Haqiqatan ob-havoni shunaqa kelishi hisobiga, lekin ko'pchilikka o'xshab 80% yoki 70% dudkalab ketgani yo'q. Sherigimga ham tayinladim, sen qayerga eksang ham bil, mana shu aminoasid suspenziyasini ishlatganimizda effekt shunchalik bo'ldi. Mani piyozim Sibir edi navi. Moskvaga eksport qildik, furaga bosib olib ketishdi. Sizlarga rahmat, kattakon.